Assalomu alaykum hammaga. Bu meni birinchi e, video o'yinim yo'nalishidagi birinchi videoyim. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Demak, bugun o'ynaydigan o'yinimiz Outbreak Island o'yini. Outbreak Island bu avj olgan orol. Orolda nimalar avj olganini hali o'zim bilmayman. Birgalikda hozir sizlar bilan shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Bu horrorga yaqin o'yin degan tasavvurim bor. Biroz YouTube'da videolarni ko'rdim. Ha, demak biz o'yinni boshlaymiz. Новая игра. My father believed his beam would give the world free energy, that it'd light up Earth's darkest corners. Bu personajning otasi orolda But all shu they saw bepul was a energiya weapon. bermoqchi bo'lgan ekan. A profit machine. Menimcha remember this energiya island bermoqchi differently. bo'lganda bitta energiya Sun-drenched, ishi portlab ketgan bu alive. bir narsa bo'lgan. Dad promised Bak, this was our sujetta. safe haven. Videolarni ko'rganimda ham But the shunga farm o'xshagan would protect syujet us. bor edi. We built it Bilib together, olamiz o'yinda nima bor, planting nima trees, yo'qligini. fixing the roof, Demak, until he vanished. They stole his research. propustit qilib yuboramiz biz bu qismini. Chunki o'qib olsak shuncha qiziq bo'lmasligi mumkin. Va biz qanaqadir joydamiz. Orol, ayiq, taxta yo'l. Tushunarli. Inventarni ko'rsatdi bizga. Qo'limizda hech narsa yo'q. Luch bor ekan bu yerda. Luch aktivlashgan paytda orolda elektr energiyasi bo'lar ekan, boshqa payt bo'lmas ekan. Kunduzi chiroq yonmas ekan mana. Hozir chiroq yonib turibdi. Shunaqa. Qayoqqadir ketyapmiz. Tepalikka. Zadaniya jurnalda. Jurnaldan zadaniyani ko'rsak bo'lar ekan. Tabni bosganimizda chiqar ekan, mana jurnal .obzor. Ketamiz tepaga yuramiz, tepaga chiqib borar ekanmiz. Mana bir o'ryapti. Uchlar ikki xil fazada ishlar ekan. Tushunarli. Machetani olamiz. Zombilar nimalardir o'ldirgani kerak bo'ladi. Tepaga, yana qancha tepaga chiqish mumkin? Chaqmoq bo'lsa qarkan. Tepaga chiqamiz, yana ham tepaga. Sen yo'q, eshik qani? Eshikni o'tkazib oldik. Mana eshik. Bu yerda bu nimadir? Revolver bor ekan, o'qlari bilan. O'yinchoq. Olma. Bu yerda yana yozuv. Kimlardir yozib ketgan. Ular bo'lmas ekan. Neylon batareyka bor ekan. Aptechka, konserva мясо bor ekan. Endi qayoqqa? Biz o'zi qaysi tarafdan keldik?
Mana bu yerdan pastga tushsa bo'larmikan? Pastga tushib bo'lmasa ekan, tushib ketsa bo'ladi. Mana bu yerda yo'l bor ekan, bu qaytib kelgan yo'limiz emasmi? Haritani ochib qaraydi yaxshi. Biz hozir mana bu yerdamiz ekan. Tushunarli. Bu yoq bek ekan. Lekin yondan o'tib ketsa bo'lar ekan. Bu yoqda ham yo'l bor ekan. Bu yoqda yo'l bor-ku, lekin hech narsa ko'rinmayapti. Bitta antenna turibdi. Antennani istab ham bir narsa bor. Ayvor yerni o'qlab olamiz, zombi chiqib qo'rqotishga. Ha, bizlarni ko'rsatyapti ekan 320 metr. Naryoqda undov belgisi chiqib turibdi qizil. Tepadagi gradusda ko'rinar ekan. Orqaga qaytamiz. Hmm, 120 metr anani ko'rsatyapti shu. Yo'q, uni emas. Mana bu yoqqa yurar ekanmiz. 152 metr. Avtomatdan bor ekan o'yinda. Lekin bizda yo'q. Ha, mana bularni otish kerak ekan. Büyük harakat yonishini qarab olaman. Buni keligini. Yo'q, u ketdi. Ha, mana bu yerga kelish kerak ekan. Rюкзак. Металлический деталь. Порт bor ekan. Energetik. Gaz ishlab turibdi, lekin bizda hech narsa yo'q. Приготовить. Ovqat tayyorlasa bo'ladi menimcha. Bint bor ekan. Ha, mana bu yerda ham narsa bor ekan. Деревня, доска, металлический деталь. Ой, odamni qo'rqitadi ya, bu o'lmabdi. Bu yerda nima bor endi? Benzin bor ekan. Bunda nima bor? Холодильник. Холодильnikda ovqat bulutli o'rniga lenta bilan naylon qo'yib qo'yibdi.
Bu yoqda nima bor? Voda, suv. Bu mashinalar bor ekan. O yana benzin. Bitta mashinamiz tirik ekan. Biz hozir buni minamiz. Qoch, 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 qoch. Benzin bor edi, balki mashinaga yo'q, 60 ta bor ekan benzin. Balki to'la ekan. Endi qayoqqa? Bizga mashinani ko'rsatyapti. Keyin mana bu yerga borishimiz kerak ekan. Tushunarli. Mashinaga o'tirish. Transportda улучшение qilsa bo'lar ekan orqalariga. Aksiya yuklab bo'lar ekan. Shu yerdan to'g'ri ketaverar ekanmiz. Anlar pesh haydab. Kartadan ko'rish kerakligini bilaman. Biz tonumuzu to'ldirib oldik. Hozircha keyin bir gap bo'lar. Suv ichib olamiz. Qornimiz och. Patiga oldik. Bintimiz bor ekan, uni ham ishlatib oldik. Endi mashinadan to'g'ri ketaverar ekanmiz. Aha. Mashinani qo'lni-qo'ladigan qilsa bo'lar ekan. Yomon emas, grafikalar yaxshi. Mana bu yerdan burilsak ekan, burilmasak ekan. Ha, burilar ekanmiz. Bay o'sarlar. Menimcha bu orolda turli xil zadaniyalarni bajarib orolni qayta tiklaymiz yoki butunlay yo'q qilamiz menimcha. Mana bu yerdan burilish kerak ekan. Ha, mana uyga keldik. Uyni atrofini ko'rib chiqamiz, nima bor nima yo'q. Bu yerda ham ovqat pishirsak bo'lar ekan. Endi uyni ichiga kiramiz. Bizdan remont.
butilkaga suv olib kelishimiz kerak ekan. Patron pistolet. Olmas ekan, o'qimas ekan ham. Suv bor ekan mana. Nasos deydi endi. Bularni ochib bo'lmas ekan hech qaysini. İkinci etapga chiqib ko'raylikchi nima bor ekan. Xo'sh, yotoqxona. Изучить крафт. Nimani craft qildik? Hech narsa. Bir narsa yasasa bo'lar ekan. Bu yerni ham ochib bo'lmas ekan. Bak, chelak. Chelakda nima qilamiz? Bunisi endi hojatxona, dush. Yotoqxona qani endi? Yotoqxonaga kirib uxlasak bo'lsa kerak. Menimcha tushunarli. Сохранить игру qilamiz. Сохранить. Сохранить bo'ldimi? Ha, tong ham o'tdi. Uxlasak bo'lar ekan demak. Endi nima qilamiz? Pastga tushib yana narigi xonalar, narigi uylarni ham ko'rib chiqamiz. Bunisi omborxona. Nima desam yo'q, mol boqadigan joy shekilli. Hamma yo'q somon. Buni endi. Seni so'rni aytib chiqaman. Yana bitta bor ekan. Xo'sh, yana nima bor? Bu mana taxta. Xoda bor ekan. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Stansiya возрождения transport bor ekan. Demak, bu qayerdadir mashinamiz qolib ketsa, chetdan qaytarib olsak bo'ladi. Mana bu yerda ancha narsa bor ekan. Metallический деталь, plastik, morkov. O. Patron, pistolet. Голод читаешь? Если читаешь, lekin biz o'qimadik. Bunisi stoy butilka, porx, neylon, bint ekan, батарейка, металлолом, konserva, мясо. O, taxta. Uyni remont qilishimiz kerak ekan, menimcha bu stoy baklashkalarni to'ldirib olsak bo'lar ekan suv bilan. O'zimizdan ichib olsak bo'lar ekan. Bunisi to'pli ekan, 73 litr bor ekan. Yaxshi. Bunisi nima endi? Ha, radio skaner qilsa bo'ladi. Mana bu yerda tashqi pripas.
Loot qilib kelarkanmiz. Hozircha mashinamizni qaytarmaymiz. Yaqindaligi uchun o'zimiz borib qolamiz. Bu yerdan chiqib olsak, yo'l qolib tarafzorga kirib ketdim. Juda qiyin ekan mashinani burilishi. O'yinda g'alati. Mana shu tarafdagi o'xshaydi. Boraversak chap tarafga yuramiz endi. Mana yashik bor ekan. Nimadirlar kelyapti. Voy qo'laklar. Qoch o'lasan hozir. Go'shtini olsa bo'lar ekan. Go'shtini olamiz. Yashikdan nima chiqadi ekan endi? Prosessor, aptечка, uslim endi. Komponent оружия, konserva, har doimgidek. Konserva ovqatimiz bor. Endi 200 metrda qanaqadir zadaniya turibdi. Bajaramiz. Zadaniya bu tarafdan. Bu taraf. Mana shuni ichida ko'rsatyapti. Ko'ramiz. Kiradigan joy yo'q-ku. Atrofini aylanib ko'ramiz hozir. Balki kiradigan qanaqadir teshikmi, eshigimi bordir. Ha, bor ekan. Xo'sh. Zadaniyamiz. Ha, zadaniyani jurnaldan ko'rsa bo'lardi. Автоматическое может быть рабочее. Если будет хорошая база, ее лучше транспортных средств, найдите ее и исследуйте. Tushunarli, lekin biz bu yerdan patron для винтовки, металлон, нейлон. О, автомат. Va nihoyat. Lenta, medalon. Ana endi bizda avtomat bor. Bu general yo'qsak bo'lar ekan. Metallon. İkinci etajga chiqib ko'ramiz. İkinci etajda hech narsa yo'q.
26 dona o'qimiz bor ekan. Olmaz. Biz hozir bunga benzin olib kelamizda. Mana uni yurgizdiramiz. Mana bu yerda ham yashik bo'lgan. Hech narsa yo'q. Bo'sh. Benzinda borib hozir biz generatorga qo'yamizda. Keyin yonidagi narsa ishlar ekan. Nimaligini bilmayman. Faqat qozonga o'xshaydi turishi. Ha, bo'ldi. Mana bu yerga qo'yib turamiz. Metal eritadigan ekan. Yaxshi metallarni eritib tursin. Ungacha yana biz bir narsalar qarab kelamiz. Bu yerdan pastga tushsak bo'lar ekan. Men ishlatib yubordim. Mashinani ichkariga kirgizib qo'ydim. Bu yasasa bo'lar ekan bir narsalar. Craft qilish uchun stol ekan bu. Mana bu yerda suv bor ekan, ichib olamiz. Benzin. Butilka, olma. Qo'yib qo'yamiz buni. Patron yasasak bo'lar ekan. Patron для pistolet. Металлический деталь kerak ekan. Avtomatskaya vintovka yasasak bo'lar ekan demak ularni bu yoqdan. Tushunarli. Endi mana bu yerni ko'ramiz. Bu yoqda hech narsa yo'q. Ikkinchi etagini ko'ramiz. Benzin bor ekan. Nari yoqda nimadir ko'ryapti. O'tib bo'lmas ekan. Ustidan o'tamiz. Bint bilan suvga shuncha o'tib ketibman. Bizim mashinamiz qani mana bu yerda. Mashinaga tashlab qo'yamiz benzin.
Oo, erigan metal. Demek biz mana shunaqa qilib metallarni yig'ib kelib, bunaqa joylarda xleb, metal yana 38 qo'yar ekan. Kapusta invertor deb qo'yinca. Smena kapusta. Olmay qo'yaveramiz. Smena kapusta ya'ni urug'lar menimcha tarjimasi nimaligini bilmayman, lekin urug'ga o'xshaydi. O'sha sabzavotlarni, poliz ekinlarni urug'lariga o'xshaydi. Bir narsalar ekib biz ko'klatishimiz ham mumkin menimcha. Qayerlargadir. Buni olamiz. Yana to'ldiramiz. Yaxshi juda tez eritar ekan agar buni juda ham sekin qilib qo'yganda. O, mana bu yerda yana chiqdi. Трабовик patroni. Bunisi nima? Медицинский спирт. Inventarimiz to'lib qolibdi. Xo'sh, inventardan bir narsalarni yeyishimiz mumkin menimcha. Mana bu xom krab go'shtini yesak nima bo'lar ekan? Menimcha xomicha yeb bo'lmaydi buni. Bizda metallom qolmabdi. Endi mashinamizga qaytamiz. Mana bu yerda ham bor ekan. Patron для винтовки. Yaxshi, mashinamizga qaytdik. Endi bu yoqda yo'l ko'rmagandim. Qayoqdan chiqib ketamiz biz? Yigirma 29 metrli zadaniya deydi. 12 6 metr. Mana bu yerda. Mashina bilan urushimiz kerak ekan eshikda. Menimcha. Hozir borib turamiz. O'xshamadi. Yana o'xshamadi. Buni tashqaridan urishimiz kerakmidi ekan. Balki to'g'risiga kelib turib urish kerakdir. Balki otib ko'ramiz. Otsak ochilar ekan. Menimcha zadaniyani bajardik. Ya bajarmadik. Hozir ko'ramiz. Bajaribmiz. Tushunarli. Endi qayoqqa ketamiz?
Endi biz uyga boramiz. Qani edi o'zi biz uyimiz? Quest. Menimcha mana shu ferma edi shekilli. Fermaga boramiz. Ferma bu yo'q lekin. Qaytamiz. Mana shu yerlarda o'rmonning ichiga yo'l bor ekan mana. Mana uyimizga keldik. Kechqurun bo'pti. 10:23. Saqlanib qilamiz va 8 soatga uxlab boramiz. Talab turganimizda soat 6 bo'lishi kerak. 7 bo'lib ketdi даже. Qorong'imi hali? Biz urug'larni qayerga ekishimiz mumkin ekan? Suv bor ekan bu yerda. Buni ham ichib olamiz. Mana yog'och yuklab olamiz. Yog'ochda borib mashinaga tashlaymiz. Nimaga ochildi bu? Zadaniyani hali ham ko'rsatib turibdi. Inventarimizda batareya bor ekan. Yana bir marta radioda skaner qilib ko'ramiz. Tashqi pripas. Judayam uzoqdan berdi endi. Shu yerga borib narsalarni olib kelamiz. Hop. Ketdik. Qoch. Yo'l qolib biz chetlada yuribmiz. Mana shu yo'ldan ketarkanmiz. 1 kilometrmi ko'rsatyapti.
Bizni qornimiz och qolibdi. Ovqat yeb olamiz. Tushonka yeb olamiz. Bo'ldi. Ketdik. To'g'ri ketyapmiz. To'g'ri ketaverar ekanmiz. Hech qayoqqa burilmasdan desam urilib ketdik. Yo'q. Bu o'yin juda qiziq o'xshamaydi. Balki sherik bilan kirib o'ynasa, balki qiziqdir. Sherikarli bo'lib bir ikki kishi kirib olib o'ynasa, mashinada esdingmi o'ylagan. Sam bu ham yo'lni chetiga chiqib ketdi. O'rtaroqqa chiq. Ezib ko'rmoqchiman seni. Shundaydir. Ana. Bo'ldi. Endi go'shtini olamiz. Endi ketdik. Askarning yonida nimalardir bor ekan. Askar o'lib yotgan. Mana askar. Военный. Спирт. Смена. Xullas o'yinni tushunishim bo'yicha orolda yashash kerak ekan. Jivani o'yin o'zi. O'yinda o'yindan maqsad shu yerlarda yashab, uylarni tuzatib, bir narsalar qilish o'zi uchun ekan. Mana bu yerda nimadir chiqarmikan? Yog'och bor ekan. Ikkita bo'ldi yog'ochimiz. Buni ham olamiz. Yashik, metallon. Bunisimi? O'zini isbozlab kurav. Mashinada yashik ko'rgandim. O'shga narsalarimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi menimcha. Mana bu yerda bitta miyasa bilan игрушкani qo'yamiz. Metallический detal. Energetik naylonni qo'yamiz. Porx. Doska, lenta, butulka voda. Kerak o'zimizga. Tabletka ham kerak, plastik. Smena markov, aptechka, protsessor tashib qo'yamiz. Metallический blok. Buni ham qo'yamiz. Smena yagoda. Rediska. Медицинский spirt bilan tashib qo'ydik. Endi inventarimiz bo'shadi. Buni oldik. Yana nima bor? Винтовка uchun pistolet. Краска. Metallon. Bular topливо. Bizda yetarlicha bor hozircha. Mana bu yerdan ham mashinani qayta olsak bo'lardi. Ketdik biz. Kunduzi mana svet bo'lmas ekan, kechqurun svetlar yonib turgandi yurganimizda. Hozir shu svetlar yo'q. O'chib turibdi.
Orolda faqat kechqurun to'kib olar ekan, undan bu yog'ida kechqurun kunduz anaqa ishlar ekan. Generator bor joylar ishlar ekan. Ha, mana bu yerga keldik. Mana bu yo'llardan kirsak bo'lsa kerak. Ha, mana bu yo'ldan kirsak bo'ladi. Bu ipalakan. Bitta avtomat ko'targan odam turibdi. O'la. Hammasi yaxshi-ku, biz avtomatimiz o'qigan qolyapti-da. Drabovik bor ekan buni. Lekin mana shu o'lgan askarlarni quroli chiqmas ekan, faqat o'q chiqdi. O, qoch. Bo'ldi. Tushamiz. Nimalar bor endi bizga? Холодильник, tabletka, metallolom. Bu yerda ham yotadigan joy bor ekan. Olma. Hammasi yaxshi-ku, lekin patronimiz kam qoldi avtomatda. Ochib bo'lmas. O, pivo bor ekan. Hamma yo'q patron, drabovik. Drabovikni o'zi yo'q bizda. Avtomatik o'q bersa nima bo'larkan? Pistoletkami? Pastga tushamiz. Bu yerda nima bor endi? Ha, orolda shu eksperiment o'tkazganda bir narsa bo'lgan ekan. Bunda ham net электричество. Patron для винтовки. Ha, mana 29 ta bo'lib qoldi. Qatdandir o'qimiz kam qo'shildi. Hozir demak metallom eritib qo'yishimiz kerak yana. Endi mana shu yerlardan yana lootlarni qilib olishimiz kerak. Zadaniyamiz ham shu yerda ekan, mana ko'rsatyapti. Metallolom, яблоко. Nolchi bo'lmas ekan. Energetik. Qani bu zombini ovozi chiqyapti. Ular. O'l. Bo'pti, balakat. Meni o'ldirib qo'yadi. O'ldi. O. Patron для винтовки. Mana avtomatini olib bo'lmas ekan, yotibdi. Sharpayib. Bu yerda endi hozir biz zadaniyamizni ko'rib olamiz. Zadaniyamiz учебный лагерь ekan bu. Короче, kod 9761. Anavi eshikni ochishimiz kerak ekan, shkafni eshigini. Shkafni eshigi. Mana bunga benzin qo'yamiz hozir. Bizda benzin bor. Sakkiz litr quyiladigan nega bu
Buning ichida toptiva yo'q ekan. Harakat. Bo'sh idishni ko'tarib yuribman. Mana bu yerga qo'ysak 0 litr deydi. Hammasi bo'sh buni. Mana bunda bordir. Ha, bor ekan. 503 litr. Hammasi bo'sh narsalarni yig'ib bo'ldi. Mana bu yerga qo'yamiz. Islataylikchi. Mana eshigimiz simsim ochil. Elektrичество yo'q dedi. Mana bu ishlab turibdi. Mana elektr. Mana bu ishlayapti. Qanaqa elektr kerak yana? Hammasi yaxshi. Faqat mana shu eshikni olishimiz kerak. Bu eshikni ochish uchun tok keltirishimiz kerakmi? Kabel tortib bir narsalar qilishimiz kerak. Harakat nima bu? Mana bu ota ekan. Bola portlab ketar ekan. Qo'rqitib yubordi odam nima ekanini otgan. Demak biz hozir o'yinni ana bu yerda yotoq bor edi, Ispaniyada saqlanib qolamiz. Keyingi seriyada albatta biz mana shu zadaniyani bajarib eshikni ochishga harakat qilamiz. Sizlarga bu o'yin yoqdi degan umiddaman. To'g'ri, uncha qiziq o'yinga o'xshamaydi. Boshida balki endi qiziqlashar, chunki biz hali to'liq o'yinni bilmadik. Men qisqaroq video qilishga harakat qildim. Сохранить игру qilamiz. Va mana bo'ldi. Endi keyingi o'yinda mana shu yerda sizlar bilan davom etamiz. Videoni shu yergacha ko'rganlar bo'lsa, albatta ko'rganlarga rahmat aytaman va videomga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar deb qolaman. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Hammaga rahmat va xayr.